Barchaga assalomu alaykum, hurmatli JavaScript dasturlash tilini biz bilan birga o'rganayotgan bo'lajak dasturchilar. Xudo xolasa bugun JavaScriptni ikkinchi bobini o'rganamiz, ya'ni ma'lumotlar oqimi bilan ishlash. Birinchi darsimiz JavaScript scope va datislar haqida bo'ladi. Kirib bemalol tanlaydigan bo'lsalaringiz, sizlarga quyidagicha oyna ochiladi. Demak, tayyor bo'lsalaringiz boshladik. JavaScript dasturlash tili ko'rib turganlaringizdek o'zgaruvchilarni e'lon qilish bilan boshlandi. O'zgaruvchilarni qayerda ko'rinishini skoplar bilan belgilash mumkin. Skop bu chegara yoki mana bunaqangi qavs desak ham, jingari qavs desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Global birinchi JavaScriptda asosan, ya'ni skoplar global skoplar deyiladi, ikkinchisi function skoplar, uchinchisi esa blok skoplar deyiladi. O'zi skopning vazifasi o'zgaruvchini qayerda ko'rinishini ta'minlaydi. Men asosan, ya'ni dasturchilar asosan global va lokal o'zgaruvchilar deb atashgan. Men ham sizlarga shuni tavsiya qilaman. Birinchi global o'zgaruvchilarni ko'ramiz. Global o'zgaruvchilar bu barcha funksiyalardan tashqarida yozilgan o'zgaruvchini global deyiladi. Misol uchun mana shu nusxa olamiz, kodga o'tamiz, tashlaymiz. Ko'rib turganlaringizdek, name bu global va test degan bizda funksiya bor. Uni ichidagina biz natijani chiqarmoqchimiz. Ichida. Hozir bizda natija ishlaydi. Tekshiradigan bo'lsak, mana Ali chiqdi. Ko'rib turganlaringizdek. Qaytamiz. Endi funksional scope, ya'ni buni lokal o'zgaruvchilar deydi. Lokal o'zgaruvchi aynan bir funksiyani ichida, aynan bir qaysidir funksiyani ichida e'lon qilinadi. Xuddi quyidagicha. Biz ham nusxa olamiz. Koddan nusxa ola qolaylik, birato'la Ctrl S va bu yerga kelamiz, Ctrl V. Xo'p, kodni o'rganib chiqamiz endi. Funksiya e'lon qilinyapti, uning ichida late age 20 degan o'zgaruvchi yangidan e'lon qilinyapti va uning ichida console logga natijaga chiqarilyapti ekranga. Ikkinchi yana chiqarilyapti funksiyadan tashqarida. Mana bu funksiyani chegarasi bo'lsa, shu chegaradan tashqarida console log age chiqaryapti. Bu yerda xatolik ketadi, bu yerda esa javob chiqadi. Ko'ramiz. Mana birinchi funksiya ichidagi 20 chiqdi, ikkinchi esa age is not defined, ya'ni age aniqlanmagan bizda. Bu age qachon aniqlanadi? Qachonki biz buni global qo'yadigan bo'lsak, ham funksiya ichida, ham undan tashqarida ishlaydi. Globalda. Mana funksiyadan tashqari chiqarib qo'ydim, ko'ramiz. Ikkita 20 chiqdi. Demak, tushunarli deb o'ylayman. Blok skoplar bu if, for shunaqangi operatorlar ichida e'lon qilinadi va u mana bunaqangi o'sha o'zini qurib turgan qavs ichida ishlaydi, xolos. Undan tashqarida ishlamaydi. Var bilan vardan ehtiyot bo'ling deyapti, chunki var umuman skop tanlamaydi. U skopdan tashqarida ham, ichkarida ham ishlayveradi. Qoidamiz doimo let va const ishlating. U xavfsiz usul hisoblanadi. Var esa eski usul hisoblanadi va tavsiya etilmaydi. O'ylaymanki, skop tushunarli. Asosan bilib qo'yingizlar, global bu funksiyalardan tashqarida, lokal bu funksiya ichida yoki har xil operatorlar ichida e'lon qilinadigan o'zgaruvchilar. Demak, endi biz JavaScriptda datalar bilan ishlashni o'rganamiz, vaqtlar bilan ishlash. Xo'p, hozirgi vaqtni olish uchun biz quyidagi formulani yozishimiz kerak. Men bu yerda formula yozib qo'yganman. Darsimizdan oldin buni o'chirib qaytadan yozamiz. Demak, mana buni kommentariyaga olib qo'yaman. Bo'ldi. Tanlaydigan bo'lsam, kodni tashlaydigan bo'lsam, bu yerda nima bo'lyapti? Null degan o'zgaruvchi ochilyapti va unga new date obyektini yuklayapmiz. Bu vaqtlar bilan ishlash obyekti hisoblanadi va null ekranga chiqaradigan bo'lsak, bizda quyidagicha. Bugungi sanamiz 18, may oyi 2026 soatimiz 9:43 daqiqa o'tdi. Time zonamiz esa +5, ya'ni O'zbekiston vaqti 5 soat keyin. Shuning uchun +5 qo'shiladi doimo. Monday bu dushanba. Demak, azizlar, men bu koddan nusxa olaman. Bu kod nima? Bu kod birma-bir hozir ko'rib o'tamiz. Mana dokument qilaman. Mana buni kommentariyaga olib qo'yaman.
Demak, biz butun boshli vaqtni hozir ekranga chiqardik. Endi uni bo'lib chiqarmoqchi bo'lsak, aynan yilni chiqarmoqchi bo'lsak, nuqta get full year. Agar oyni chiqarmoqchi bo'lsak, nuqta get month year. Agar vaqtni kunni chiqarmoqchi bo'lsak, nuqta get date. Agar hafta kunni chiqarmoqchi bo'lsak, day bo'ladi. Natijaga qaraymiz. Mana 2026-yil 4-oy 18-sana haftaning 1-kuni. Nima uchun 4? Sababi JavaScript dasturlashtiruvida oylar 0 dan boshlanadi. Yanvar oyi 0 hisoblanadi. Shuning uchun hozir 5 ta o'rniga 4 chiqdi. Bu may oyi hisoblanadi. Hafta kuni ham shunday. Hafta kuni 0 yakshanba hisoblanadi. JavaScriptda sanash 0 dan boshlanadi. Shuni evaziga bizda shunaqa chiqdi. Endi soatlar, vaqtlar bilan ishlaymiz. Demak, vaqtlar bilan ishlash uchun quyidagi kodlarni yozamiz. Get hours bu hozirgi soat, get minutes hozirgi vaqt, endi minut, get second hozirgi sekund tekshiramiz. 9 soat 9 44 daqiqa 45 soniya. Mana buni refresh qiladigan bo'lsak, mana 45 daqiqa 2 soniya bo'ldi. 5 soniya bo'ldi. Qarab turingizlar, mana soniyamiz o'zgaraveradi. Ko'rib turibsizlar, 60 bo'lgandan keyin mana bu 46 bo'ladi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Ana endi vaqtni o'zgartirish. Vaqtni o'zgartirish bu nima? Vaqtni o'zgartirish xuddi shunaqa obyektni e'lon qilib olamiz. Kodlarni o'chirib tashlayman. Bemalol topishlaringiz mumkin guruhdan. New date qilaman va bu yerda get full year bu oladigan bo'lsa, set full year bu qo'shadigan. Ya'ni biz o'zgaruvchiga o'zimiz yangi yilni qo'shamiz, yangi oyni qo'shamiz, yangi kunni qo'shamiz. Nima uchun? Bu deadline hisoblanadi. Deadline degani tugash vaqti. Tushunarlimi? Demak, natijaga qaraydigan bo'lsak, bizda quyidagicha holat bo'ladi. Hop, hozir mana dekabr 2025-yil, 2030-yil, 25-sana dekabr, Wednesday, chorshanba. Tushunarlimi azizlar? O'ylaymanki bo'ldi. Millisekund JavaScript dasturlash tilida vaqtlar millisekundlar bilan ishlaydi. Shuning uchun ham biz hozir aynan bugungi hozirgi vaqtni ko'rishimiz mumkin. Buni olib qo'yaman, tekshiraman. Bizda quyidagicha yana millisekund chiqadi. Buni olamanda 1970-yildan date qilaman, qo'yaman, tekshiraman. Mana bugungi sana may 2026 18-sana Monday. 1970-yildan hozirgacha bo'lgan vaqtni bizga millisekundda chiqarib berdi bundan oldin. Azizlar, bugungi darsimiz shundan iborat edi. O'ylayman, albatta bu dars sizlarga tushunarli va foydali va manfaatli bo'ldi. Xudo xolasa kelgusi darslarda bunga oid juda ko'plab masala va misollar ishlaymiz. E'tibor uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog', omon bo'linglar.